bo'lsa endi jonli efirda hozir bizni kuzatib turganlarga shunaqa bir tasavvur Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Aynan bugungi anjumanimiz, bugungi muloqot platformamiz butun dunyo hamjamiyatini e'tiborida turgan bir muloqot platformaki, bugun aynan mamlakatimizda 180 dan ortiq bir mamlakatlarni, o'sha parlament rahbarlarini, bu parlament rahbarlari har biri xalqning bir xohish irodasi bilan, xalqning ertangi kunga bo'lgan juda katta bir ishonchi bilan, mana shu ishonch sari qatnashlanadigan bir qadamlar bilan, yo'l xaritasini mustahkamlaydigan aniq bir takliflar bilan bugun mamlakatimizga tashrif buyurganki, Toshkent deklaratsiyasi bugun dunyo hamjamiyatiga juda katta bir yangi tendensiyalarni, yangi o'sish nuqtalarini, yangicha bir yondashuvlarni, xalqni bir yangicha bir xohish irodasini umumlashtiradigan bir minbar sifatida ta'kidlanyapti. Bugun o'sha mamlakatimiz, dunyodagi barcha qit'a vakillarini bir fikrlari bir hamohang tushyapti bir-biriga. Chunki bugun dunyoda kechayotgan globallashuv jarayoni, dunyoda kechayotgan turli bir nizolar xalq vakillariga juda ko'proq bir suyanishni, ularni bir tashabbuslariga ko'proq tayanishni bir ko'rsatib beryaptiki, aynan albatta tengsizlikni asl sabablarini aniqlash, ularning oqibatlariga qarshi kurashish barchani bir asosiy bir maqsadi sifatida e'tirof etyapti. Mana bugungi bo'layotgan assambleyada ijtimoiy rivojlanish hamda adolat uchun parlamentlar hamkorligida olib borilayotgan o'tkazilayotgan assambleyani mana hozirgina mana latviyalik bizning hamkasblarimiz e'tirof etib o'tdi desam mubolag'a bo'lmaydi. Bular birinchi marta O'zbekistonga kelgan ekan, kelganlari va bunaqa jarayonni yuqori darajada o'tkazilayotganligini albatta juda ham e'tirof etdilar. Yana biz bu davlatimizda olib borilayotgan siyosatni qanchalik darajada ekanligini o'zlari ko'zi bilan ko'rib, bu narsalarni hammasini guvohi bo'lib e'tirof etyaptilar. Aytmoqchi bo'layotganimki, aynan O'zbekistonda buni olib borilayotgan siyosatimizni, ya'niki mana hozirgina aytib o'tgan latviyalik hamkasbimiz ekologiya qo'mitasining raisi bo'lib turib, mana bu yil bizni mamlakatimizda yilning ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish hamda yaxshi iqtisodiyot yili deb e'lon qilinganligi, bu o'sha global muammolarni hammasini bir yechimini topish yo'llari ekanligini, aynan mana shu bugungi assambleyada ham mana shu bo'yicha hamkorliklarni gapirib o'tdilar. Yana bitta narsaga alohida e'tibor berdilarki, mana prezidentimizni o'zlari kelib, hozir nutqlarida albatta bugungi kundagi global muammolarga alohida o'tirib to'xtalib o'tilganlar. Buning ichida o'sha bugungi kundagi dunyodagi bo'layotgan voqealar, undan tashqari xotin-qizlarga, yoshlarimizga, ekologiyaga alohida e'tibor qaratganligini, bunda albatta parlamentlar aro hamkorlikning juda ham muhim ekanliklariga to'xtalganliklarini e'tirof etib o'tdilar.